Inklyuziv ta'limdagi muammolarni quyidagi jadval asosida tahlil qiling. Demak, quyidagi muammolar mavjud. Kadrlar malakasining pastligi, uni sabablarini qayd etasiz, oqibatlarini yozasiz va bunga yechim va takliflar ishlab chiqasiz. Barcha muammoni shu usulda tahlil qilib chiqasiz. Innovatsion yondashuvlar. Demak, yondashuvlarimiz quyidagicha: raqamli platformalar orqali individual o'qitish. Bunga yechim taklif qilasiz. Qanday namuna, qanday shaklda amalga oshirishingizni ko'rsatib o'tasiz. Sun'iy intellekt asosida diagnostika va baholash. Bolani sun'iy intellekt orqali baholash uchun yechim va uni afzalligini ko'rsatib berasiz. Ijtimoiy loyiha va aksiyalar orqali inklyuziv madaniyatni rivojlantirish. Yechim berasiz va sizning yechimingizning afzalligi haqida fikr bildirib o'tasiz. Moslashtirilgan yondashuvlar. Moslashtirilgan o'quv rejalari. O'zingizning yechimingizni berasiz va mazmunini ko'rsatib o'tasiz. Differensial o'qitish. Yechim berasiz, afzalligini ko'rsatib o'tasiz. Ko'p kanalli ta'lim. Yechim berasiz, afzalligini ko'rsatib o'tasiz. Ko'p komponentli baholash tizimi. Bunga o'zingizning yechimingizni berasiz va afzalligini ko'rsatib o'tasiz. Inklyuziv ta'limdagi individual ehtiyojlarga mos yechimlar ishlab chiqish. Bu quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi. Birinchi bosqichimiz psixologik pedagogik diagnostika qilamiz va bunda qanday amaliy harakatlarni amalga oshiramiz, mos metodika va metod tanlaymiz va natija qanday bo'lganligini ko'rsatib o'tamiz. Quyidagi bosqichlarimiz ham xuddi shu shaklda davom ettiriladi. Loyihaviy topshiriq. Umumta'lim maktabining 5-A sinfiga harakat tayanch a'zolarida nuqsoni mavjud bo'lgan Ibrohim ismli o'quvchi qo'shildi. U dars jarayonida topshiriqlarni mustaqil bajarishda qiyinchilikka duch kelmoqda. Sinfdoshlari unga yordam ko'rsatishga harakat qilayotgan bo'lsalar-da, bu ular uchun psixologik va metodik jihatdan murakkab bo'lib qolmoqda. O'qituvchi esa dars vaqtining asosiy qismini Ibrohimga yordam berishga sarflayotgani sababli boshqa o'quvchilarga yetarli e'tibor ajratilmayapti. Natijada Anvar va Ozod ismli o'quvchilar bu holatdan norozi bo'lishmoqda va dars sifati pasayganini aytishmoqda. Shu bilan birga Nozima ismli o'quvchi o'z ixtiyori bilan Ibrohimga yordam berish istagini bildirgan. Vaziyat asosida loyiha ishlang. Loyihaning maqsadi: Ibrohimning o'qituvchilari va sinfdoshlari bilan birga faol inklyuziv muhitda ta'lim olishini ta'minlovchi moslashtirilgan yechim va qo'llab-quvvatlovchi tizim ishlab chiqish. Topshiriqning mazmuni quyidagicha. Quyidagi bosqichlar asosida jamoaviy loyiha yarating. Birinchi bosqichimiz muammoni tahlil qiling. Bir nechta muammo aniqlaysiz, ehtiyojlarni aniqlaysiz, Ibrohimning qanday ehtiyojlari mavjudligini ko'rasiz. Uchinchi bosqichimizda yechimlar ishlab chiqamiz. O'qituvchi uchun yondashuvlar, sinfdoshlar uchun empatiya va yordam strategiyasi ishlab chiqiladi. Psixolog ko'magining shakllari ko'zda tutiladi. Ko'ngillilik modelini taklif eting, ya'ni Nozimaning ishtirokini rasmiylashtirish. Sinfdosh yordamchisi modelini ishlab chiqsangiz yanada maqsadga muvofiq bo'ladi. Darsga moslashtirish. Bitta dars, masalan, ona tili yoki matematika uchun Ibrohimga moslashtirilgan dars shakli va baholash usulini ishlab chiqing. Refleksiya. Loyihada qatnashganingizdan keyin qanday fikr va his-tuyg'ular paydo bo'ldi? Sizning yondashuvingiz o'zgaradimi? O'zingizda sodir bo'lgan holatlar haqida fikr yuriting.